Xorazm viloyatining tadbiri Urganch shahridagi Avesno majmuasida o'tkazildi. Sahnaga buyuk bobokalonlarimiz Mirzo Ulug'bek, Al-Beruniy, Az-Zamaxshariy, Ogahiy va Shayx Najmiddin Kubrolar obrazidagi aktyorlar chiqib kelishdi. Hozirgi zamonga shukronalar aytib, yosh avlodga nasihat qilishdi. Sahnani bir zumda yosh iqtidorlar egallab olishdi. Bu esa tomoshabinlar kayfiyatini yanada ko'tardi. Navbat sozandalarga. Ular milliy kuylar va jahon klassikasidan iborat popurini ijro etishdi. Braziliyadagi Olimpiada o'yinlari barcha yurtdoshlarimizni ilhomlantirib, g'ururga to'ldirgani rost. Tadbirdan sportchilar chiqishi ham o'rin oldi. Iqtidorli yoshlarimizga zafar yor bo'lsin. Bir-biridan sho'x qo'shiqlar tomoshabinlarni ham raqsga tortdi. Iqbol Masharipova, Elbek Musayev, Xorazmdan O'zbekiston onlayn uchun maxsus.